Eronda namoyishchilar otib tashlashga ruxsat berildi. Amerika kuchlari Erondagi harbiy bazaga zarba bergan vaqtda maktab ham nishonga olingan. Eron Amerika bazalaridagi himoya tizimlariga zarba berishga urg'u qaratmoqda. Tramp Erondan so'zsiz taslim bo'lishni talab qildi. Amerika va Isroilning Erondagi qurbonlar soni 1330 dan oshdi. Eronda urush fonida mamlakat xavfsizlik idoralari namoyishchilar va jinoyatchi gumondorlarga qarshi o'qotar qurollarni qo'llashga ruxsat berdi. Eron politsiyasi rahbari davlat televideniyasiga bergan intervyusida urush sharoiti sabab gumon qilingan o'g'irlarga nisbatan ko'rgan zahoti otish buyrug'i berilganligini aytdi. Bundan tashqari, parlamentning Milliy xavfsizlik komissiyasi a'zosi namoyishga chiqqan ayollar haqida keskin ogohlantirish bergan. Davlat televideniyasi orqali efirga uzatilgan intervyuda u ota-onalarni farzandlarini namoyishdan tiyishga chaqirib, aks holda og'ir oqibatlari bo'lishi mumkinligini iddao qilgan. Amerika kuchlari Erondagi harbiy bazaga zarba bergan vaqtda maktab ham nishonga olingan. Zarba chog'ida esa bolalar darsda bo'lgan. New York Times to'plagan yangi dalillar Minobdagi maktabga berilgan zarba Amerika kuchlari Eron dengiz bazasiga qilgan hujumning bir qismi ekanligini ko'rsatmoqda. Nashr to'plagan yangi dalillarga ko'ra, maktab binosi Islom inqilobi qo'riqchilar korpusiga tegishli harbiy dengiz bazasiga qilgan hujumlar bilan bir vaqtda aniq yo'naltirilgan zarba natijasida maktab jiddiy zarar ko'rgan. Eronning urushdagi keyingi maqsadlaridan biri Amerika bazalaridagi havo hujumidan mudofaa tizimlariga zarba berish ekanligi aytilmoqda. Bundan avvalroq esa Eronning Birlashgan Arab Amirliklari va Yordaniyadagi AQSh bazalariga bergan zarbalar oqibatida qayd etilgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida shunday xulosa chiqarish mumkin. Ya'ni Yordaniyadagi muvaffaq Salti avia bazasidagi radar katta ehtimollik bilan urushning dastlabki kunlarida yo'q qilingan. Suratda bir necha zarba izlarini ko'rish mumkin. CNNning qayd etishicha, bunday radar narxi taxminan $500 million turadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Erondan so'zsiz taslim bo'lishni talab qildi. Eronning so'zsiz taslim bo'lishidan tashqari boshqa hech qanday kelishuv bo'lmaydi, deb yozadi o'zining ijtimoiy tarmoqlarida. Trumpning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng bu mamlakatga maqbul rahbar saylanadi. Eronni iqtisodiy jihatdan har qachongidan kattaroq, yaxshiroq va kuchliroq qilib, uni inqiroz yoqasidan qaytaramiz. Eronning kelajagi buyuk, Eronni buyuk davlat qilamiz. Amerika va Isroilning Eronga bergan zarbalar oqibatida halok bo'lganlar soni 1332 kishiga yetdi. Bu haqida 6-mart kuni Eron Qizil yarim oy jamiyati xabar berdi. Bundan tashqari, ko'ngillilar o'zining Telegram kanallarida Amerika-Isroil tajovvuzi tufayli 3600 ga yaqin fuqarolik obyektlari, jumladan 3000 dan ortiq turar joy binosi, 5200 ga yaqin savdo va xizmat ko'rsatish markazlari, 14 ta shifoxona hamda Qizil yarim oyning 9 ta markazi zarar ko'rgani aytilmoqda.